Bizda O'zbekistonda $1000 dan $2500 oyliklik ish topsangiz bo'ladi. Hech qanaqa ish tajribasi shart emas. Hozir qanaqa ish topishni o'rganamiz. Buning uchun Play Market yoki App Store ga XX.uz deb yozib olamiz. Chiqqan ilovani yuklab kiramiz. Новый пользовательni bosamiz va ro'yxatdan o'tish uchun elektron pochtamizni kiritdik. Telefon raqamini ham kiritsa bo'ladi. Pochtamizga xabar yuboriladi. Kodni tasdiqlagandan so'ng ismimizni, familiyamizni yozib qo'yamiz. Keyingi bosqichda biz poisk rabotani bosib, любая rabotani bosamiz va ищу любой rabotani tanlaymiz va o'zimizga kerakli bo'lgan oyligimizni yozib qo'yamiz va yashash joyimiz avtomatik belgilanadi. Keyingi qismga telefon raqamimizni, elektron pochtamizni tasdiqlaymiz va mana shuni to'ldirganimizdan keyin u меня нет опыт bosamiz va qo'limizdan keladigan ish tanlaganimizdan keyin 1350 bitta ish chiqdi va mana shu ishlarni ko'rib, talab qilingan narsalari sizga to'g'ri kelsa, отклик tugmasini bossangiz o'zlari ishga chaqiradi.